eng kibrli kasb egalari kim deganda bu o'qituvchilar bo'lib chiqibdi. O'qituvchi biz hayotimiz davomida o'zimizdan jismonan, o'zimizdan ma'nan, o'zimizdan aqlan bir pog'ona pastroq, endi kuchsiz deymizmi, soha vakillariga yoki deylik toifaga, ya'ni o'quvchilarga dars berib kelamiz va biz ularni oldida hamma narsani bilamiz. Biz ulardan ko'ra ko'proq narsani tushunamiz. Biz ulardan ko'ra ko'proq narsaga egamiz. Demak, ham aqlan, ham jismonan, ham ma'nan. O'qituvchilar mana shu nuqtai nazardan kibr yuqori bo'lib ketdi va bilasiz, attestatsiya imtihonlariga ham, milliy sertifikat imtihonlariga ham, turli xil onlayn kurslarga qatnashishdan biroz tortinishadi. Nimagaki, o'zi oliy toifali o'qituvchi yoki birinchi toifali o'qituvchi o'tgan safar B+ sertifikat olgan, endi falonchi repetitorni kursiga borishga, offlaynga borishga, umuman onlaynga qatnashishga ham o'z profilidan kirishga uyalyapti. Yo'q, inson o'rganyaptimi, hech qachon kibr qilmaslik kerak. U ilmda 7 yoshli odamni olyapmizmi, 70 yoshli odamni olyapmizmi, kibrsiz hayotga o'tishimiz kerak. O'qituvchini aybi mana shunda. Men o'qituvchilarni kibrli bo'lmasa kerak, yagona kasb vakillari shular deb yurardim-da. U kibr mana bu ko'chada ketayotganda juda yoqalarini tik qilib olib, qo'llarini cho'ntakka solib hech kimga salom-alik qilmasdan o'tish emas. Bu ichki egosida bor uni. Ya'ni o'rganishda o'qituvchi o'rgatib yashab kelyapti. Endi o'rganib yashash unga qiyin. Kimdandir bir narsani olishga biroz qiynaladi. Mana shu tomonlama o'qituvchi attestatsiya imtihonida ham, milliy sertifikat imtihonida ham ozgina azob chekyapti. Kuzgida topshiraman deydi, qish kelib qo'yadi, qishgida topshiraman deydi, bahor kelib qo'yadi, kechikib qolyapti-da.